Assalomu alaykum Gulpa ahli. Mana avtobazada yana bir ishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu uyimizda polni aynalasi bilan telefon qilib berdik. O'sha trenddagi palma fasonda darvoza xonasiga qilib berganmiz. Ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Uyda chetlari bu. İşte ko'rinishda qilib berganmiz. Uyda egalari xohlagan fasonda. Uyimiz aynalasini oqqan mokri qilib 90 gradus qoshlar bilan qilib berganmiz. Ko'rinishida ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Endi sal kech bo'lishiga qaramay ishimiz tugadi. Bu oshxonalar bilan qilib berganmiz. Bu yerda ham 90 gradusda qilib.